Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi siyosat maydoni naq maydon suhbatiga xush keldingizlar. Men Farhad Yurunqashulaman. Oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining Tor televiziyasi xalqimizning o'rtaq sadosi, yurak qalb tishi. Shundaqla hammangizning o'rtaq mulki. Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan bütün axborot vositalari Birleşken Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Umum Bayonnamasining ro'yiga, xalqaro barliq qonun prinsiplarga va o'zlari turayotgan davlatlarningki qonunlariga qattiq amal qilgan asosda tashviqot olib berayotgan markaziy tashviqot organi iborat. Aziz qarindoshlar, Dünya Uyg'ur qurultiyi uchur va tashviqot markaziningki yangi belgilamasiga asosan buningdagi mushabbidan boshlab naq maydon programmasi haftada faqat 2 qatim o'tkazildi va har chorshanba kuni atdigan soat 10da, Germaniya vaqti soat 10da va juma kuni yana atdigan soat Germaniya vaqti soat 10da Dünya Uyg'ur qurultiyiningki naq maydon programmasini ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, undan boshqa yana Dünya Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasiningki haftalik xabar va muloyiza programmasini har dushanba kuni tushdan burun Dünya Uyg'ur qurultiyining Facebook saytisida, shundaqla YouTube orqali va Dünya Uyg'ur qurultiyininki Tor adresini ko'ra olasizlar. Program oxirida Dünya Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasiningki YouTube adresi va Tor adresi ekran qiladi va shu ekran bo'yicha buni Dünya Uyg'ur qurultiyining bütün programmalarini to'liq tushirib ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, buni bir eskartib qo'yay dedim. Xo'sh, aziz qarindoshlar, bugungi bu naq maydon programmamiz Ninki mazmuni temasi haqida sizlarga oldin tushirib bergan, oldin e'lon bergan to'q. Bugungi suhbatimizning asosiy temasi Amerika Xitoy savdo surkilishi, ya'ni Amerika Xitoy savdo urushi deyli va jazo lagerlari masalasi. Ya'ni Amerika Xitoy savdo surkilishi, savdo urushi deyli. Buningki Uyg'urlar masalasi ko'rsatgan ta'siri bo'lib jazo lagerlari masalasi ko'rsatgan ta'sir. Bu umumiy temani tushiradigan asosda biz navbatda Gollandiyada istiqomat qilib turayotgan bizningki siyosiy aktiv siyosiy kuzatuvchilarimizdan Asiya Uyg'ur xonim bilan suhbat o'tkazmoqchi va Asiya Uyg'ur xonimni bugun bu suhbatimizga taklif qildik Gollandiyadan. Aziz qarindoshlar, mana sizlar ko'rib turganinglar bizningki qadrlik, ya'ni uzun yillardan buyon xalqaro vaziyatni, Xitoy ichi vaziyatini, Amerika-Xitoy munosabatini izchil turda ta'qib qilib kelgan, kuzatib kelgan va tadqiq qilib kelgan va bu jihatda nurg'un ilmiy maqolalarni o'tirib qo'ygan bizningki aktiv vatanparvar siyosiy kuzatuvchilarimizdan Asiya Uyg'ur xonim. Asiya Uyg'ur xonim, atayta vaqtingizni chiqarib bugungi programma qatnashib berganligingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Xush keldingiz. Va alaykum assalom, Farhad afandim. Rahmat. Sizlarga bugungi programmaga men taklifimdan aytib xush bo'ldim. Assalomu alaykum ekranlardagi do'stlar, hammalarga mendan salom. Asiya xonim, siz bilasiz, bu o'tgan yil bu Amerika bilan Xitoy o'rtasida bu savdo surkilishi, savdo urushi modeli yuz berdi. Bir mezgil keskinlashdi, hatto bu bir-birisiga harbiy jihatdan tahdid qiladigan vaziyat shakllandi. Uningdan keyin bu Amerika bilan Xitoy o'rtasida mayli Tayvan bo'g'izida bo'lsin va yoki Pasifik rayonida bo'lsin, yoki bo'lmasa Xitoyning Janubiy dengiz rayonlarida bo'lsin, harbiy jihatdan qisman biroz surkilishlar bo'ldi. To'qinish bo'lmadi-da, ammo o'zaro surkilish tahdidlar bo'ldi. Uningdan keyin bir mezgil bu Amerika Xitoy savdo surkilishi bir mezgil bir davolg'ish nibishni o'tkazdi, birdan yumshadi, birdan qattiq bo'ldi va hozir bir qancha qatam Amerika bilan Xitoy o'rtasida bu ikki tarafning savdosi haqida muzokaralar bo'layotgandi. Siz bir Amerika Xitoy munosabatini yaqindan kuzatib kelayotgan bir siyosiy kuzatuvchi bo'lib sifatingizda bu Amerika Xitoy savdo surkilishininki navbatdagi bu taraqqiyot yuzinishiga qanday qaraysiz? Buningki oxiri qanday bo'ladi sizcha? Amerika Xitoy savdo surkilishi mushu o'tgan 2 yildan buyon biz diqqat qilib kelyapmiz. Men ham izchil bu Amerika Xitoy orasidagi bu savdo mojarolariga nisbatan bo'lgan kuzatishlarimni izchil maqolalarimda yozib keldim. Gerçi ben umumyüzde kuzatib ketamagan bo'lsam-mu, bu masalaga nisbatan qarashlarimni ekran oldidagi do'stlar bilan ham siz bilan o'rtoqlashishni
xalayman. Amerika Xitoy savdo surkilishiniki endi taraqqiyotiga nazar solishdan burun uniki zodi nima uchun kelib chiqdi bu masalani oydinlashtirishga to'g'ri keldi. Bizga ayon Amerika Xitoy orasidagi savdo mojarosi degan bu ufqum Prezident Trump vazifaga o'tagandan keyin anandan maydonga keldi. Bunda bo'lishiga sabab Amerikaning prezidenti Trump vazifaga o'tirishdan avval o'z xalqiga nurg'un va'dalarni bergan. Mushu va'dalarning ichida Amerika va Xitoy orasidagi mushu savdodagi tenglikni yo'qotish shu va'dalarning birisi. Bundan boshqa ishlar deganda Amerikani qayta qudrat topqirish degandek nurg'un va'dalarni bergan. Endi prezident Trump shu vazifaga o'tirgandan keyin mushu va'dalarni amalga oshirish uchun izchil tirishchilik ko'rsatib keldi. Mushu Amerika Xitoy o'rtasidagi tengsizlik, savdodagi tengsizlikni tugatish uchun oldi bilan mushu 301 tekshirish doklati degan bir doklat bor ekan bularniki. Bu nimaga desak, bu 1974-yili Amerikaniki bir savdo qonuni ma'qullandigan. Shu savdo qonunining 301-moddasida Amerikaniki ahli mulk huquqini qo'g'dash uchun ashtaq bir tekshirish moddasi o'tirib qo'yildi ekan endi. Tuzum qilib bekitilgan. Endi buningki shu maqsadi Amerikaning ahli mulk huquqini qo'g'dash. Endi biz navbatda bu ahli mulk huquqi degan narsaga nisbatan nurg'un kishilarda aniq hukm yo'q. Men bu jihatda ancha cho'nqur tushunib ketmaydim, lekin izlanish orqali bildimki, ahli mulk huquqi degan narsa xuddi masalan men bir mablag' chiqarib, ma'lum bir yerda bir boylik bor deb his qilsam, men shuni mablag' selib shu boylikni tepib chiqaman. Tepib qizib, uni boshqalar ishlatiladigan, ham undan qiymat yaratadigan qilib ashalatga aytilman. Bu meniki haqqim bo'ldi. Andan keyin men shunday qiymat yaratadigan narsani boylikni tepib chiqqandan keyin bu boylikdan nurg'un odam foydalandi. Lekin shu boylikni topish uchunki shu boylikqa bo'lgan bir ahli mulk huquqi deydigan bir narsa bo'ladi. Hozir Xitoyniki qilayotgan narsasi shu Amerikaniki ahli mulk huquqini o'g'irlash bo'ladida toki dunyo sud tashkilotiga kirganlarda boshqa qilib kelgan. Shuning Amerika shu vaqtlarda, ya'ni 74-yili Amerikaning shu ahli mulk huquqlarini daxl tarziga uchirmaslik uchun 301 tekshirish doklati deydigan bir moddani tuzgan. Ham shu modda bo'yicha ahli mulk huquqini qo'g'dab kelgan xalqaro. Biz bilamiz Amerikaniki fan texnikada butun dunyo bo'yicha Amerika ixtisosli odamlarning aytdi ko'p. Amerikaning taraqqiyotni dunyoning oldingi qatorida turishimi shu ixtisos egalarininki aytdi ko'p bo'lganlik bilan bevosita munosabatli. Endi Trumpniki shu vazifaga o'tagandagi yana bir shuari Amerikani qayta qudrat qurib chiqishdi. Endi Amerikani qayta qudrat qurib chiqaman degan bu qarash bu to'g'riliqmi bir to'xtalib o'tsak bo'ldi. Bu yana Amerikaniki bir demokratik qimmat qarashlari bilan munosabatli bo'lib, yana 1947-yilda yana ikkinchi dunyo urushidan keyin u vaqtlarda Amerikaning iqtisodiyoti taraqqiy qilgan, gullangan, shunaq bir mazgil. Shu vaqtda shu davrdagi Amerikaning prezidenti Truman o'zining Truman ideologiyasi degan narsani o'tirib qo'ygan. U nima degan vaqtida, ya'ni Amerikaniki erkinlik, demokratiya degan shu qimmat qarashlarni qo'g'dash uchun qanday qilish kerak? Ya'ni atrofidagi, ya'ni dunyoni tinch urush bo'lmaydigan, ya'ni o'ziga taklif bo'lmaydigan holatga keltirish uchun atrofidagi davlatlarning o'ziga qudrat topqizish, boy qilish. Ya'ni ularning qarashicha boy bo'lgan vaqtida, davlat boy bo'lganda, xalqlar boy bo'lgan vaqtida ya'ni urush bo'lmaydi, tinchlik shakllanadi degan qarashga kelgan. Shuning bilan bu ideyani o'tirib qo'ygan. Ammo lekin Amerika tarafidan bu ideyani tez qo'llashga erishgan. Shu vaqtda Amerikaniki bir
şu vaqtdagi davlat ishlari maslahatchisi u deyman yoki mening qarashimcha agar xato bo'lib qolsam kechiringlar xato deb qolgan bo'lsam George Marshall deydigan bir shaxs Marshall plani ya'ni Amerikaning Marshall plani degan bir planni o'tirib qo'ygan. Bu Marshall plani nima degan vaqtida ya'ni shu Truman ideyasiga mos holda bu Marshall plani dunyodagi davlatlarga iqtisodiy jihatda yordam qilish ham ularning qudrat tepishiga taraqqiy qilishiga endi turtkilik rol o'ynash ashtaq bir plan. Shu planni o'tirib qo'ygan. Bu plan garchilik Amerika jamiyatida har xil qarashlarga duch kelsa-mu, endi nurg'unlar qo'llamaslik, Amerikaning puli bilan boshqa davlatlarni boy qilish bunday bir ideyani masalan har qanday davlatdagi odamlarning hammasi qabul qilib ketishi notayin. Lekin shundaqdimi, bu yana zo'r qo'llashga erishib, shu vaqtida bu plan yo'lga qo'yilgan Amerikada. Dastlabda birinchi manfaatlanuvchisi bu planning ya'ni Rossiya bilan Turkiya bo'lgan. Shu vaqtlarda endi nima uchun mushtaq bir Marshall planini o'tirib qo'ydi degan vaqtida yana Amerika bilan Rossiya o'tirsida so'g'uq ichki dunyo urushidan keyin so'g'uq munosabatlar urushi shakllandi. Bu nima degan vaqtida ya'ni Amerika boshchiligidagi g'arb ellari dunyoga o'zining demokratik ideyasini tarqatishga tirishadi, chunki ularningki ideyasi boy deganimdek Truman ideologiyasi ya'ni o'ziga bexatarligi uchun boshqalarning qudratini qo'zish, boy qilish. Endi Sovet ittifoqi boshchiligidagi Sovet bir cho'ng davlatlar kuchli shu vaqtlarda sanoatda ig'ir sanoatni taraqqiy qilgan mushtaq bir davlat bo'lish sifati bilan endi u kommunist ideologiyasi bilan qurollangan bir davlat. Umi dunyo xo'ja bo'lish uchun o'zining kommunist ideologiyasini toki Yevropagacha tarqatdi. Ya'ni shu ikki kuch o'tirsa, ya'ni Amerikadagi demokratik kuch bilan Sovet ittifoqidagi bir kommunist kuch o'tirsidagi bir kuch sinishish. Bu so'g'uq munosabatlar urushida shundaq bir ziddiyatlik masalalar bilan bu dunyo vaziyatida har xil yuzlanishlar bo'ldi. Shu sababdan ham Amerika shu Marshall plani bilan nurg'un davlatlarning taraqqiyotiga tuhfa qo'shdi. Hisobda Yevropa birligininki Yevropa birligi bo'lib shakllanishi shu Amerikaning ham Truman ideyasi, anaqa Marshall plani asoslagan deb shuna qaraldi ekan. Anaqa Osiyo davlatlari, Yaponiya degandek bu davlatlarning taraqqiyotini Amerika Marshall plani orqali zo'r iqtisodiy yordam qilgan ham ashlarni taraqqiy qilishiga zo'r tuhfa qo'shgan bir davlat. Shu Rossiya bilan Amerika o'tirsida mushtaq bir tirkishlar bo'layotgan mezgilda Rossiya bilan Xitoy orqadimi ma'lum bir ideologiyadagi to'qinishlar sababli surkilishlar kelib chiqdi. Oxiri bir Orol urushi yuz berdi. Uning Uyg'urcha atalishini men unutib qoldim. Jumbo bu deyman uning xassasicha atalishi, lekin Uyg'urcha atalishini men bilmaydiganman. Shunaqa bir urushlar bo'ldi. Undan keyin Rossiya bilan sobiq Sovet ittifoqi bilan Xitoy orasida bu munosabatlar yiriklashib, shunday bir yaxshi bo'lmagan bir munosabat kayfiyatlar shakllandi. Shu vaqtlarda endi Amerika sobiq Sovet ittifoqiga taqobil turish uchun Xitoydagi bir cho'ng davlatni yana tatishga majbur bo'ldi, işte ehtiyoj bo'ldi. Shunday ehtiyojlar tufaylidan Amerika bilan Xitoy o'tirsida shunaqa bir do'stlik shakllandi. 1972-yili Amerikaning prezidenti Nixon, Richard Nixon shu vaqtdagi o'zining davlat ishlari maslahatchisi Kissingerni ilib Xitoyga nimaga keldi? Ziyorat qilib keldi, bu tunji ziyorat. Bu Nixon ziyoratga kelishdan avval Kissinger maxfiy usulda bir qatam Beijingga kelgan, Beijingga kelib Jo'rlay bilan bir suhbat o'tkazib qaytib ketgan ekan. Ondan Nixon bilan birga kelib bu rasmiy do'stlik shuning bilan boshlandi ekan Amerikaniki.
Amerika bilan Xitoy orasidagi. Endi Amerika shu do'stligi bilan Xitoyniki taka shu Dünya Savdo Tashkilotiga kirdi 2001-yili Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'ldi. Shu orliq jinoyati yaxshi yordamlarni qildi ekan Amerika. Dünya Savdo Tashkilotiga kirgandimi, shu Amerika endi bu Xitoyni yana shu trauma ideyasi bo'yicha o'ylaydiganda, bu Xitoy cho'ng davlat, ammo nomrod, shu nomrod bo'lganligi uchun bularning tuzumi mushunaqa xalqlarga zulm qilgan zo'ravonliklarda bo'ladi. Bu boy bo'lsa, bular cho'qim demokratik tuzumga o'zligidan o'zgaraydi deb shunaqa qaraydigan. Shu sababdan Xitoyniki Dunyo savdo tashkilotiga kirishidimi Amerika cho'ng rol o'ynaydigan. Endi bizga ayon shu Xitoy Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin Dünya Savdo Tashkilotininki Dünya Savdo Tashkilotiga bergan va'dasiga hech qaysiga amal qilib boqqan emas. Xitoy xalqaro qonunlarni azaldan ko'zga ilg'an ham ilib kelgan undaq bir davlat emas. Shunaqa bo'lgani uchun bu qatdan prezident Trampmi Xitoyninki shu Dunyo Savdo Tashkilotiga kirgan 18 yildan buyon hech qanday bir Dunyo Savdo Tashkilotiga bergan va'dasini amalga oshirmaganini buni tutqi qilgan. Shuning bilan bu 18 yil vaqt ichida Xitoy Dunyo savdo tashkilotini ham dunyoni ham Amerikani aldab naydi zo'r iqtisodiy taraqqiyotlarga erishdi. Bu jarayonda Amerikaga naydi ko'p Xitoyniki ziyolilarni o'qishga, xizmatga chiqarib, bu jarayonda nurg'un Amerikaning yuqori fan texnikalarini o'g'irlab Xitoyning taraqqiyoti uchun ishlatdi. Endi shu 301 tekshirish doklati deganda Amerika Xitoyningki shu ahli mulk huquqiga daxltaruz qilganligini oshini tekshiryotdi ham nurg'un isbotlarga erishdi. O'tganda biz angladik xabarlarda Amerikadagi Xitoy o'quvchilardan tortib hammasi josuslar deb e'lon qildi. Amerika hozir jiddiy qarayotdi, chunki ahli mulk huquqi Amerikaniki, lekin Xitoy 2025 plani deb 9-qurultayda dunyoga e'lon qilgan 2025 plani 2025-yilda Xitoy butun dunyoning yuqori fan texnikasiga yetakchilik qilgan bir o'rindagi bir davlatga aylandi deb. Uniki naytda qap yuraklik bilan bu dunyodagi yuqori fan texnika sohasiga yetakchilik o'ringa chiqdi Xitoy deb shunday bir jakarli yolishi amaliyotda shu ahli mulk huquqlarini dafsanda qilish, shuni o'g'irlab kelgan texnikalar bilan dunyoga yetakchilik o'rniga chiqishini ko'rsatadi. Bunga Amerika albatta qo'shilmaydi. Chunki ahli mulk yuqori fan texnika bu sohada yetakchilik o'rinda tura olamiz desa, amaliyotda Amerika tursa bo'ladi, g'arb allar tursa bo'ladi. U Amerikaniki ahli mulklarni, fan texnikalarini o'g'irlab, undan keyin Xitoy dunyoniki fan texnika sohasida yetakchilik o'rniga chiqib qolgan vaqtida Amerikaniki nemisiga to'g'ri kelmaydi u. Shuningga prezident Trump bu jihatdan qattiq tirishadi. Ko'p xizmatlarni qildi, yana Amerikaniki Xitoyniki o'quvchilarga, sayohatchilarga, masalan, ko'chmanlarga berilgan shu vizalarni hozir qattiq kontrol qilyapti. Endi savdo suhbatidami Trump hukumatiniki Xitoyga qo'ygan talabi bo'lsa, shu iqtisodiy qurilma islohoti elib berish. Ya'ni iqtisodiy tuzilmada shu qurilma xarakterli islohot qilish, shunday bir talabni o'tirib qo'ydi. Endi bu qurilma xarakterli islohot degan qanday narsa deganda, butun Xitoyniki
Мәсәлән, burun Amerikaның yani chet elniki karxanlary Xitayga mablag' sagıly kirgen wagtida bu Xitay tarafniki çokum sen mablag' sasan boldu, lekin texnikany bizge sit nim qilib berse, texnikany bizge berse, texnikany ödünüp bersen, andan keyin bizninkide mablag' silip taraqqiy qilsan boldu deb muştaq talaplarni qo'ygan. Endi bundan keyinde agar Suudi kelishimdan Amerikan talabi bo'yicha bundaq talabni qo'yishga bo'lmaydi. Masalan, chet elniki har qanday karxanalarniki o'ziniki ahli mulk huquqini ularga Xitoyga o'tkazib berishga, unaga Xitoy uni talab qilib bo'lmaydi. Bu narsa bundaq talab bor. Andan keyin endi Xitoy taraf endi Amerikaning karxanalarga shu ahli mulk huquqini o'tkazib berish, ya'ni sen texnikani ta'minlaysan, biz sana savdo qiladigan so'rin ta'minlaymiz deydigan bundaq talabni qo'yishi cheklandi. Andan keyin Amerikaning har qanday karxanalari Xitoyga berib, mablag' solib, shu yerda taraqqiy qilsa bo'ladi, lekin bunga cheklam qo'yilmaydi. Agar bunga qo'shilmagan vaqtida Amerika bilan Xitoy orasidagi bu savdo kelishimi degan narsa tuzilishga umid yo'q. Endi buni Xitoy ma'qul deganda, buni Xitoy ma'qul deyolmaydi. Shu sababdan oldida 3 oy surdi bu surukni, savdo kelishimining surukini. Lekin bu 3 oy 3-yanvar 1-kun to'shidi. Bu vaqtgacha bundaq bir savdo kelishimining o'tirib chiqishiga nurg'un kuzatuvchilar yoki xalqaro bunga nisbatan ancha umid var emas. Burun kishilar o'ylagan Prezident Trump bo'lsa bir savdoga unaga nisbatan faqat Amerikaning manfaatiga to'g'ri kelsa, iqtisodiy jihatda zo'r foyda bersa, Xitoy hozir bayam qila oladi. Shunaqa vaqtida bu savdo kelishimini imzolag'ili bo'ladi deb boshda qaragan, lekin hozirgi ahvoldan qaraganda Prezident Trumpningki o'ylayotgani bu Amerikaningki butun demokratik qimmat qarashlari. Hozir bu Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu savdo munosabati yoki iqtisodga taqilgan bir masala emas, balki ikki davlat orasidagi ya'ni ideologiya to'qinishi deb ashta qaraladi. Men shunday qarayman. Bu haqiqatan agar Amerika bu qadam agar iqtisodiy manfaatni deb o'zining qimmat qarashlaridan voz kechgan vaqtida bu joyda Xitoy uchun zo'r fursat yaratib bergan bo'ldi. Andan keyin Amerikani qayta qudrat topqizish, Amerikani qayta qudrat qilish degan u Amerika tushi menga amalga oshmasligi mumkin agar Xitoyga bu qadam fursat berilsa. Shu Prezident Trump buni o'ylaydi, Amerika buni o'ylaydi. Uning ustiga Amerika hukumatining yana bu qadam Prezident Trumpningki hukumatida ishlayotganlar hammasi, ya'ni Trumpning keyindagi barliq qulluqchilari, qattiq qo'lchilar yeng paydaydi bu. Hozircha yeng paydaydi. Bular Xitoyga nisbatan qattiq qo'l kishilar. Masalan, Peter Navarro deymiz, Robert Lighthizer deymiz. Bularning hammasi Xitoyga nisbatan maydon inib, cho'qim Xitoy qurilma xarakterli islohot olib berish kerak deb shu prinsipda chim turadigan. Shu Amerikada Prezident Trump nima desa, shu bo'ladigan ish yo'q. U demokratik davlat. U yerda Prezident Trumpning qarori bo'yicha bo'lmaydi, xalqning qarori bo'yicha bo'ladi. Shunaqa bo'lgandan keyin bu qatamliq savdo suhbatida Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo kelishimining tuzilishida umid ancha cho'ng emas. Undan da Xitoy yo'l qo'yish kerak. Xitoy yo'l qo'ysa, Xitoyniki yolg'onchiligi, saxt bazligi, andan keyin demokratik tuzum bilan Xitoyning kommunist tuzumi orasidagi farq nurg'un narsalar Xitoy xalqiga oshkorlanib ketadi. Xitoy xalqi chet eldan haqiqiy uchurlarni, dunyoning haqiqiy ahvolini hamma narsadan xabardor bo'la oladi. Hatto Uyg'urlarmi, Tibetlarmi zulm ostidagi ularning hammasi xalqaro bilan bevosita uchirib bog'lay oladi vaqtida Xitoyningki butkul razil qilmish atmishlari butun dunyoga oshkora bo'ldi. Buni Xitoy hargiz xohlamaydi. Shunday bo'lgani uchun Xitoy hargiz Amerikaningki bu talablarga 100% qo'shilmaydi. Hozircha mening qarashimcha bu Xitoy Amerika bilan Xitoy orasidagi bu savdo suhbatidan cho'ng umid yo'q.
Hozir dunyo emas, u hozir globallashib ketdi dunyo. U Xitoymi butun dunyo butunlashib ketdi iqtisodiyotdan bo'lsin, bo'lib iqtisodiyotda hamda Alloh uchur jihatdan bo'lsin. U burungi o'xshash madaniyat mavzuning davriga o'xshash yoqman, o'zan boqaman, ishni ichiga taqib olaman, sirtqa ochmayman deyolmaydi, chunki hozir Xitoyniki cho'ng va o'tir tipdagi hatto kichik ushoq tipdagi korxonalarninki yerimdan ko'proq emas, chet el korxonalari bilan texnik jihatdan, mablag' jihatdan o'zaro Xitoylik xizchiya deydi, o'zaro sheriklashib nima qilyapti. Unda bu sharoitning o'zida Amerikaninki va yoki Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarninki iqtisodiyotdan embargo yurgizishdan Xitoy ansiraydi, chunki Xitoyning umumiy sanoati vayronchilik uchraydi. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz aytdi, "Voy, hech nima qilolmaydi, bu Xitoyning oqchi ko'kchi kuchayib ketdi" deydi, ammo Xitoymi bugungi dunyodan orlanmaydi-da, endi texnik jihatdan, mablag' jihatdan, har jihatdan siz ham deganingizdek. Masalan, bu Osiyo Uyg'ur xonim ko'p odam mendan so'raydi, men ham kallamda shu savol. Masalan, hozir bu Xitoyningki hukumat sohasida bo'lsin, mayli partiya sohasida, sanoat sohasida bo'lsin, savdo sanoatida bo'lsin, bu chet el Amerikani bitirib, Yaponiyani bitirib, Yevropa davlatlarini bitirib, g'arb davlatlarini bitirib, adamlar universitetini bitirib, mishalarda uzun yil o'qib, qaytib bo'lgan Xitoylarni aytishaqda endi shu cho'nqiriqda. Nima uchun bular shuncha sonim oz emas endi? Nima uchun bular bu Xitoyningki demokratiyalashishiga ozroq bo'lsin bir ta'sir ko'rsatmaydi? Nima uchun bo'lgan siri bu chet elda o'qib qaytib boradigan Xitoyning soni ko'payyapti, ammo Xitoy bo'lgansa diktatorlik qilib menyapti-da. Masalan, Xi Jinping hokimiyati diktator bir hokimiyatdan. Buning sababi nima endi yoki bu Xitoylik chet elda o'qisimi o'dak suv yo'qmaganda boshqa bir vaziyat bormi buningda? Bu savol to'g'riliq men o'ylangan. Nemishki bu Xitoydan yilda shundaq jiq ziyolilar yoki o'quvchilar chet elga chiqadi yoki sayohatchilar chiqadi, ish qilib Xitoy shu dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin yoki islohot etish strategiyasini yo'l qo'ygandan keyin ularniki chet el bilan bo'lgan, ya'ni Yevropa g'arb ellari bilan bo'lgan aloqasini quyuq bo'ldi. Islohot etishdimi Xitoy aslida shu demokratik tuzumga manaman degandek ashtaq ta'sir bergan xalqaroga. Ilki amaliyot undaq bo'lmadi. Hozirgi Xi Jinping davlati bu kaniga qaytadi bu tuzum. Endi nemishki undaq shuncha ko'p odamlar g'arb madaniyati bilan uchrashdi, shu yerda bilim oldi, shu yerda ma'rifdan tarbiyalandi, yana qaytib ketdi. O'z vataniga qaytib ketgandan keyin nemishki g'arbniki demokratik ideyalari, g'arbning ilg'or ma'rifi bu narsalarni Xitoy ilib kiramidi yoki boshida o'rganganlar bilan Xitoyningki siyosiy tuzilmasida o'zgartish paydo qilamidi deb nurg'un kishilar o'ylaydi. Hatto ba'zan g'arb mutaxassislari yoki g'arbdagi siyosiy analizchilar bu to'g'riliqni masalan demokratik bo'lmay turibmi Xitoyda qudrat topqili bo'ldi ekan degandek qarashlarni o'tirg'a qo'ygan. Ya'ni demokratiya hozir cho'qim demokratiya bo'lsa dunyo taraqqiy qildi, boy bo'ldi degan u qarash, ya'ni Trump ideyasi hozir orttirib tashlandi yoki bu ideya putirib turolmaydi deganda qarashlarni o'tirib qo'ygan. Lekin amaliyotda shunday deyapti, amaliyot undaq emas. Nemishki undaq emas deganda, endi bu undaq emas degan mening o'zimning shaxsiy qarshi. Nemishki undaq emas degan vaqtida Xitoyningki bundaq taraqqiy ketalishi birsiga bu naytda bir yaxshi fursatda dunyo savdo tashkilotiga kirdi, amalga islohot etib etish strategiyasini yo'lga qo'ydi. Bu vaqtda nima uchun shunaqa bir strategiyani yo'lga qo'ydi deganda, uniki iqtisodiy naytda tuvan holatda turgan xalqning bilan u davlatni taraqqiy qildirish kerak. Uni oldida ular madaniyat inqilobi, ya'ni etilish degan nurg'un ishlarni beshdan kechirdi. U Xitoyningki shu vaqtdagi holatda agar uniki ish etilishdek bir siyosiy bo'lmagan bo'lsa, Xitoy vayron bo'ladi yoki Xitoy zo'r qalaymanchiq chiqadi deganda. Shunday holatda hozirgidek taraqqiyot yarg'isi bo'lmaydi. Shu vaqtda Deng Xiaoping huquqni qo'lga olgandan keyin shu islohot etish, shu strategiyasi orqali g'arbga yiqilishish, shu orqali o'ziniki nemisini bu Xitoy davlatini taraqqiy qildirib bo'lgan bir plan o'tirib qo'ydi. Bu plan haqiqatan Xitoy uchun zo'r
payda ilib kelgan bir plan bo'ladi. Bu planda da haqiqatan Xitoy xalqlariga naf yetkazildi deganda, buning naf yetkazgani oldi bilan shu Xitoy davlatini qurishga kuch qo'shgan, yana Xitoylar Xunida, Xunarda deydi. Shu kommunist partiyasi tuzilmasi ishidagi, ashuna ish qismidagi o'zining a'zolarining ikkinchi avlodlari, yana bolalari, farzandlarini bayqalash, ularga naf yetkazish, shu usul bilan islohot ishini jutish, oldi bilan shularga naf yetkazish. Yani bir qism kishilar boy bo'lish tuzumini yo'l qo'ygan. Avval bir qism kishilarni bayqalaylik deb. Yibu film fuchlaydi. Ashuna bir shuarni turqigan. Bu yibu film, yani bu bir qism kishilar degani dal shu qizil ikkinchi avlod, yana kommunist tuzumiga to'kib qo'yishganlarniki avlodlari. Endi bular nada deganda, yani shu dengiz atrop rayonlaridagi, yani Beijing yoki Shanghai, Tianjin, dengiz atrofida Jiangzhou deydi. Bu atrofdagi Xitoyniki ikkinchi avlod farzandlari. Ular taraqqiy qildi. Ularningki shu islohot ichishdan olgan nafida shu yerdagi xalqlarmi uningki foydasini ko'rdi. Endi bu boy bo'lganlar chet elga ikkinchi avlodlarning farzandlari shu biz Xitoyda Gauganzni deymiz-ku, yuqori qatam rahbarlarning farzandlari deymiz. Bular kommunist ideyasida tarbiyalangan bolalar. Bu chet elga hukumatning kuchidan, ya'ni iqtisodiy kuch, o'ziniki huquq kuchi mushundan chiqqan bolalar. Ular chet elga chiqib o'qamdi deganda, ular unda o'qishni maqsad qilib yoki chet eldagi demokratik ideyasini Xitoyga elib kirish, unda yuksak g'oyalarni ko'ngliga chiqib, pukib chiqqan emas. U o'z davlatining puli bilan chiqdi. Shu o'qiydi. Shundaq bir o'qishlar bilan, ya'ni shu o'z davlatiga qaytib keladi. Uning ideyasi, ya'ni shu kommunist ideyasini saqlaydi. Undan keyin bu yerda yana bir muhim nuqta nima degan vaqtida Xitoy islohot ishini ijodish strategiyasi bilan tangla nurg'un jasuslarni biz mamlakatda ushtaq jasus deb ataymiz. Ya'ni Amerika qatorli davlatlarga bilim oshirishga chiqqan. Onun ichida shu Xunardaniki, yana ikkinchi avlod kommunistlarniki farzandlarimi shuning ichida. Bular shunday vazifani ustiga olib chiqqan kishilar. Ular hargiz o'yak berib g'arbniki demokratik qimmat qarashligi bilan kabusu juyilib, Xitoyga siyosiy tuzumimiz ta'sir ko'rsatgan darajada o'zgarib ketmaydi. Shunday bir omil bor u yerda. Keyingi davrlarga kelganda Xitoy mana biz o'tganda mana Tajiyan degan tor betiga kirib ko'ra bosana bo'ldi. Uningda Sanshi, ya'ni Amerikaning Yevitish degan bir filmni ishlab chiqardi, necha qism. U filmda ko'rsatishicha Xitoyniki shu islohot etish shu strategiyasidan keyin Amerikaga qandaq, Amerikaning ishga qatlamlariga qandaq singib kirgan, hatto o'sha aloqa vositalaridan foydalanib turib, Amerikaniki yana yoki g'arb allarniki yuqori qatlam rahbarlarini setib olish, ularni aldab Xitoyga olib borish pul bilan qopqagandan keyin ularni ma'lum qattiqlarga dastish, undan keyin ularniki ojizligini tutib olgandan keyin ularni o'z davlatlaridan texnik o'g'irlash va har xil uchurlarni o'g'irlashga silish degandek nurg'un vaqaliklar so'zlangan bo'ldi. Tafsil ko'rsangiz nurg'un masalalarni tushunalaysizlar. Bu shunday vositalarni qo'llangan endi Xitoy Amerikaga. Bularning hammasi nima degan vaqtida Xitoy nihoyat uzun muddatli plan bilan bu o'zining davlatini taraqqiy qildirish ham o'ziniki shu kommunist ideyasi, shu qimmat qarashini saqlab qolishga nihoyat zo'r kuchigan. Shu shunday ahvol ostida Xitoy o'g'irlik bilan, ya'ni o'zining jasusligi bilan, o'ziniki hiyla-mikanlari bilan bu xalqaro ishonchga erishgan, ham o'zini taraqqiy qildira olgan, ham o'ziniki kommunist ideyasi qimmat qarashlarini
saqlab qalangan. Hozirgacha mushu G'arbniki qimmat qarashlarniki Xitoyga ancha ko'p ta'sir ko'rsatmasligimi, yana bu huquq markazlashgan Xitoy kommunistlarda, yana Xitoy kommunist hokimiyatida u o'zining odamlari yana Xitoychada deydi, sen Çoğjarın emas, sen çoğjarın deydi. Çoğjarın degeni To'naqaydagi Xitoy kommunistninki, yana mushu Xitoy davlatini qurishga to'kib qo'shgan ham shularning avlodlari, mush huquq shularninki qo'lda turdi. Doshopim shuni degan, cho'qim o'zimizning avlod o'zimizningki bolalari huquq tutish kerak, huquqni o'zimizning odamlar tutish kerak degan u narsani shu Doshopim o'tirgan. Doshopimdan burunmi ular shuna qarashda, buningdagi shuna qarashda bo'ldi. Shu huquq hargiz kommunist oilasidan sirtqa chiqib ketmaydi Xitoyda. Shunaqa bo'lgandan keyin ularda undaq o'zgarishlar bo'lishi undaq oson ish emas. Xitoy haqiqatan bir axloqsiz bir davlat. Avval qatam bu doktor Erkin Akram bunu deb o'tdi. Masalan, hozir dunyoda shu bu Xitoy o'zi topgan foydasini dunyo bilan paylaşmaydı deydi Türkçe ve yoki o'rtoqlashmaydi-da endi. O'zimda topsam deydi. Hatto bu dunyoda o'rtoqlashmasa, xalq bilan siz deganda xalq bilan o'rtoqlashmaydigan rejimsiz, axloqsiz bir hokimiyatda. Masalan, hozir Xitoyninki dollar rezervasi bu zapas miqdori dunyoda birinchi hozir uzun bo'ldi. Birinchi o'rin turdi. Ammo xalqininki ham nurg'un o'lkalarda o'zining Xitoylar dehonlari yalang'och, ishchilari ishsiz, nayt perişan bir vaziyatda. Mesela Amerika dünya bo'yicha shu dunyoga paravollik jihatdan, insoniy yordam berish jihatdan birinchi o'rin turdi ekan. Siz degandek bu Xitoyni ba'zan tadidlab qarashi ham bu ideologiyalik kommunistik ideologiyani dunyoga yeyish maqsadi, ham siz degandek bayqidek axloqsiz ba'zi parxo'rlik, nima degan axloqsiz nimalarni dunyoga yeyishidan net tadidlab qaraydi ekan. Endi xo'sh, endi ba'zilar deydi, masalan shu Amerika bilan Xitoy o'tirisidagi bu savdo surkilishi Uyg'urlar uchun ba'zi siyosiy kuzatuvchilarga qarshi endi bu. Uyg'ur masalasi uchun bir fursat. Bundan Uyg'urlar yaxshi foydalanish kerak deydi endi. Siz bunaqa qanday qaraysiz? Masalan, bu Amerika-Xitoy munosabatlarida Uyg'urlarning o'rni, Uyg'urlar masalasining o'rni qanday, qaysi darajada masalan? Amerika-Xitoy savdo surkilishi bilan Uyg'urlarningki davası menimcha aytish munosabatlik deb qarayman. Hozir texmi bak munosabatini aytib cho'nqurlashib ketadi-ku. Nemishga undaq deyman deganda, Amerika-Xitoy savdo surkilishi dastlab chiqqanida nurg'un kishilar buni faqat iqtisodiy bir surkilish, faqat Xitoy Amerikaningki talablarini iqtisodiy jihatdan pul bilan nima qilsalar, rozi qilsalar, bu surkilishlar besiqib ketadi deb qaragan, lekin hozirga qadar bu savdo surkilish besiqmadi, balki savdo urushi darajasiga bordi. Hozir endi sovuq munosabatlar urushi darajasiga ko'tarildi deb faraz qilinadi. Ya'ni 3-oyning 1-kunigacha bu savdo kelishim imzolanmasa, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu savdo urushi haqiqiy usuldagi sovuq munosabatlar urushiga ko'tarildi. Bu aniq shunday bo'ldi agar savdo kelishim imzolanmasa. Endi shunday bir jiddiy holatga keldi munosabatlar. Nima shunday keldi deganda, biz boyim deb o'tdik. Amerikaniki 74-yil savdo qonuniga asosan 301 tekshirish doklati degan shu bir moddani harakatlantirib bu Xitoy tekshiryotdi. Bu tekshirish jarayonida nurg'un ishlar o'tirish chiqdi. Birimiz oldida Zhongxin shirkati Xitoyniki, uniki bir jasuslik vaqasi, delosi fosh bo'ldi. Anadagi uniki Amerikaning texnikalarini Eron Suriyalarga sotqanlik. Bu vaqasi oshkorlandi. Bu vaqa oshkorlangandan keyin bu ish xalqaro qo'lg'ulib ketdi. Lekin u vaqtida Xitoy bu Zhongxinki masalasini zo'r miqdordagi bir to'lam to'lash bilan
besiq turdi. Bu iş besiqqandan keyin hozir Huawei'niki ish chiqdi. Huawei'niki Saygu Tongjian, yani Maliye Baş Ministeri bo'lgan Ma Wanzhou şu Kanada'dan ayıplan almışıp Meksika'daki Meksika'da deyman bir söhbetge beriş jarayonida şu Kanada'dan ayıplanmış vaqtida şu Kanada hükümetler bilan qo'lga ilindim. Endi uni qo'lga ilinishga sababmi bu bir iqtisodiy deyildi endi iqtisodiy aldamchilik deb. Yani Amerika'nınki ahli millat huquqini İran Suriyaga setib bergan deb ashu gumon bilan qo'lga oldi. Qo'lga olgandan keyin bu ishlarni biz hammamiz ayon Amerika mana buni Amerika qaytarib ketish to'g'riliq buyruqni tasdiq tushadi. Hozir shu qaytarib ketish bosqichida. Bu Momayru vaqasidan keyin o'tirg'i chiqish bilan nurg'un Xitoyning nurg'un sachiligi pash bo'lib ketdi. Masalan, bir misol olaylik, Xitoyniki bir bu yil Nobel mukofotiga erishish ehtimoli bor deydigan bir fizik fanlar olimi bor ekan, Zhang Shouchun deydigan. Bu odam o'z hayotida nihoyatda zo'r yutuqlarni qozongan, nihoyat iqtidorli ham butun dunyoda nihoyat e'tirof qilishga erishgan bir olim ekan. Endi bu odam shu Xitoydagi Xinjiang degan narsaniki jadal bo'ldi. Shu Dongxin bo'lsin, mayli Huawei bo'lsin, bularniki shu xalqlarga kerak bo'lgan bir detal ekan. Bu Xinjiang degan zotni ijod qilgan bir kishi ekan bu Zhang Shouchun degan. Agar bu odamniki bu tadqiqoti xalqarada ishlatilib qolsa, bu xalqaradagi shu uchraliqqa sohasiga qo'shilgan eng zo'r tuhfa bo'lganda, bu odamniki endi ashunaq zo'r tuhfasi bor ekan. Bu odamniki o'lib olgan bir voqeasi yuz berdi. Shu Ma Wanzhouniki tutilishi bilan bu odamning o'lib olish voqeasi tang bo'ldi. Keyin surishtirganda bu odamniki Xitoy tarafidan, ya'ni Xitoy hukumati tarafidan setib olingan, ya'ni Amerikaniki texnikalarini Xitoyga satgan deb mundaq gumon qilinib, Amerikaniki 301 tekshirish doklati bo'yicha tekshirilgan bir odam ekanligi o'tirib chiqdi. Endi bundan boshqa nurg'un misollar bor. Demak, shu Huawei shirkati bilan Huawei shirkatiningki Amerika va butun dunyoga tahdid bo'lgan hozirgi 5G texnikasi butun dunyoda hozir shu Momayruning tutilishi bilan to'salg'a uchradi. Masalan, Germaniyada, Norvegiyada, Gretsiyada, Yevropada nurg'un davlatlar chekildi hozir Huawei'niki 5G bu texnikasini. Bu 5G texnikasi nima ekan degan vaqtida, bu 5G texnika bilan bir davlatniki iqtisodiy, siyosiy, anadigan ma'rifiy, istroxoniyasi, davolanish degandek hamma sohasini kontrol qilib bo'ldi ekan. Agar 5G sistemasi Xitoyda bir jasuslik bilan qudrat topgan, o'zining kommunist ideya bilan qurilgan bir davlatning qo'liga tushgan vaqtida dunyoniki 5G sohasini, ya'ni shu uchur aloqa vositalaridagi 5G sohasini Xitoyda bir kommunist davlat kontrol qilganida uning butun dunyoga akilgan tahdidi mo'ljalligisiz bo'ldi deb qarayotdi. Ya'ni yaqinda biz ko'rdik, Amerikaniki Val ko'chasidagi donliq baylarning biri Soros. Bu kishi dedi, Xi Jinping butun dunyoga tahdid qilib kelgan eng xatarlik odam deb e'lon qildi. Endi bu Val ko'chasini biz hammamiz bilamiz. Val ko'chasi butun dunyoning iqtisod markazi. Andan keyin bu Val ko'chasi, ya'ni Amerikaning iqtisodiga, siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan ashunday bir savdo markazi endi. Bu savdo markaziniki aslida Xitoy bilan bo'lgan aloqasini aytib qo'ydi. Bunday bir joydan, ya'ni Sorosdek bir savdogani, ya'ni donliq mashhur bir boyninki Xitoyga nisbatan bir bunday bir
yani Xi Jinping'in buna qarşı yani Xi Jinping dünya tehdit degan bundaq bir bayonotni e'lon qilishi, bundaq so'zni qilishi butun dunyoni cho'chitdi. Endi mushundaq Xitoyninki endi xatarlik bir davlat ekanligini, yani dunyoga tehdit etib kelganini butun dunyoda hamma odam tashviq qilayotgan butun davlatlarda, butun dunyo miqyosida shu Huawei vaqasi bilan Xitoyning xatarlik jasuslikqa, chetishlikqa bog'liq Amerika Xitoy orasidagi savdo munosabatlarining asli tub maqsadi degan nurg'un voqealar ichilib ketganlikdan nurg'un davlatlar, ya'ni Yevropalar bo'lsin, G'arblar bo'lsin yoki bir balvoq bir yo'l Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasiga ovoz qo'shgan davlatlar bo'lsin, bular asta-asta Xitoyning tahdidini his qilishga boshladi. Xitoyning asli maqsadimi bir balvoq bir yo'l strategiyasi orqali shu Yevropa-Osiyo cho'ng quruqligiga iqtisodini o'z ilkiga elish va shu orqali dunyoni kontrol qilish, ya'ni dunyo iqtisodini kontrol qilish, dunyoni kontrol qilish bu asosiy maqsad. Hozir endi bu bir balvoq bir yo'l strategiyasi nurg'un davlatlar plandan chekinyotdi. Hatto qarz bo'lkasimi u planga qatnashmaydiganligini aytib. Bir tarafdan Amerikami shu planga qarshi bo'lgan yana bir planni o'tirib qo'ydi, yana shu iqtisodiy jihatdan yordam berish, shu iqtisodiy ojiz davlatlarga qarz qaytarish, ya'ni Xitoyning qarzini qaytarishga Amerika iqtisodiy yordam qilishda bir turni yo'l qo'ydi. Endi mushtaq ahvol ostida endi Uyg'urlarning masalasi bir odatdagi bir Xitoyning davlat ichidagi bir siyosiy masala emas u. Bu bir irqiy qirg'inchilik. Hozir Uyg'urlarni shu ikkinchi dunyo urushida Yahudilar qamalganda bir jazo lagerlariga qamab Uyg'urlar ustidan inson qalbidan chiqqan zulmlarni qilyotdi. Buningki isbotlari kun ko'payadi. Bu nurg'un Uyg'urlar ekranga chiqib isbot beryotdi. Ham jazo lageridan chiqqan masalan Nigulga Tursun, Ömerbek Ali degandek real tirik isbotlarimiz xalqaro medialarda isbot berib, guvohlik berib qilgan ekan. Bu ishni aytdi, yuqori chekka yetdi. Endi bu yerda Uyg'urlarning inson haqlari dafsanda qilinib qolmay, u yerda bir irqiy qirg'inchilik yuz beradi. Agar dunyo, ya'ni Amerikadagi bir demokratik qimmat qarashlarni hammadan ustun biladigan bir davlat Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga sukut qilsa, dunyo sukut qilsa, u vaqtida bu demokratik qimmat qarashlarningki qimmati haqiqatan tushadi. Xitoydek bir davlatningki dunyoga hujum qilishi, yana dunyoni kontrol qilishi, ya'ni Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo kelishimining imzolanishi bu Uyg'urlar uchun albatta foydasiz, butun dunyo uchun foydasiz. Shunga hozir Uyg'ur masalasi orqali Amerikami butun dunyomi Uyg'ur masalasini tutqi qilib Xitoyga taqobil tura oladi. Uyg'urlarmi o'zlarining irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi bilan butun dunyoni o'ziniki shu o'z uchrayotgan zulmlarga hissashtlik qilishga ham o'zi bilan birlikda Xitoydagi diktator mustabid bir hokimiyatning, ya'ni butun dunyoga tahdid bo'lish ehtimoli bo'lgan bir davlatga qarshi chiqishga, insonlik nuqtasidan bu Xitoyga qarshi chiqishga buni harakatlantiradi. Ya'ni Uyg'urlar uchun hozir butun dunyoga o'zining irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini tashviq qilishdan boshqa butun dunyoni o'zi bilan birlikda, ya'ni shunday bir qirg'inchilikqa sukut qilmaslikka chaqirish, ya'ni butun dunyo bilan birlikda bir insonlik nuqtasida turib Xitoyga qarshilik ko'rsatish bu hozir muhim bir ish bo'ladi Uyg'ur davlati uchun. To'g'ri deysiz haqiqatan. Biz endi chet ellik siyosiy kuzatuvchilarmi shuni deydi-ku, fursat kutinglar, fursatni obdan foydalanish kerak, xalqaro fursatni obdan foydalanish kerak deb. Endi bu
bir fursat kelgan vaqtida uningdan yaxshi foydalansak, siz degandek, uningdan yaxshi nima qilmasak, buni aytib keyin afsunarlik ish bo'lib, mangu pushaymon qolamiz. Endi masalan hozir bir yaxshi yuzlanish bo'lsa, siz bir siyosiy kuzatuvchi bo'lish sifatingizda hozir masalan Uyg'urlar meselesi bo'lib, jazo lagerlari meselesi hamda xalqaro muhim masalalarni bir bo'lib qoldi. Mayli g'arb matbuotlarining qiziq temasi bo'lsin deyli, yoki parlamentlarning, hukumatlarninki yoki kichik huquq tashkilotlarining qiziq bir nuqtasi bo'lib qoldi. İnsanların ortak qiymat qarşı bo'lgan erkin yashash, yarilishdan bar bo'lgan tabiiy haq huquqlari dafsand qilinayotgan bir millat bo'lish sifatimizda bizningki da'voyimizni bütün insonlarningki o'rtaq qiymat qarashlar bilan bir nuqtada bir da'vo hisoblab qilsak, ya'ni bizning da'voyimiz bütün insoniyatning da'vosi degan holatda qilsak, u vaqtida bizning da'voyimiz bütün dunyoning qo'llashiga erishiladi. Biz bu yerda musulmonlar yo turklik bu iqlimga emas, balki insonlik bu iqlimga qarab, ya'ni bütün insonlarningki haq huquqlar dafsand qilinadigan ma nuqtada turib, bütün dunyoningki bizga bo'lgan esdashligini qo'lga keltirishga tirishishimiz kerak. Bütün dünya bizningki biz tarafda turib, biz uchun adolat yaqilgan vaqtida bizning da'voyimiz da'vo bo'ladi. Shunday. Bu yaxshi, güzel ma'lumot berdingiz, güzel takliflarni berdingiz. Masalan, nima qilishimiz kerak to'g'risida, bu jazo lagerlari masalasi. Siz degandek, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Hozir jazo lagerlari masalasi, nazi kamplar masalasi endi tehi tunish va belgili darajada e'tirof qilish bosqichidan o'tdi. Endi Xitoy qarta ciddi bir xalqaroningki ciddi bir jazosini va yoki ciddi bir embargosini qo'lga keltirish bosqichiga keldik hozir endi. Shunga xalqaro jamoatchilikni texnik ishontirishimiz kerak, texnik ularni dalil isbotlar bilan ta'minlashimiz kerak, doim guvohlikni berish masalasini tushunishimiz kerak. Siz degandek yangi usullarni, yo'llarni tepib chiqishimiz kerak, o'zimizga puxta bo'lishimiz kerak, leydin chiqim qanday huquq deydi, o'zimizmi diqqat qilishimiz kerak va Xitoyninki bu yerda fursat parast qilishdan bizni qarilishidan hazar aylashimiz kerak. Qilgan ishimiz haqiqatan ko'p. Sizning bergan tavsiyalaringiz, takliflaringiz yaxshi. Hurmatli Osiyo xonim, bugun bergan bu atrofli ma'lumotlaringiz uchun sizga tekrar rahmatimni bildiraman. İnşallah biz bundan keyin boshqa temalarda, boshqa xalqaro masalalarda siz bilan pat-pat suhbat o'tkazib turishga tirishimiz. Sizga tekrar rahmatimni bildiraman. Bo'ldi, men sizga ham Dunyo Uyg'ur bu programmasiga rahmat aytaman. Assalomu alaykum, Shayx Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlar ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur to'r televiziyasininki naq maydon suhbat programmasi. Bugun biz Gollandiyada istiqomat qilib turayotgan bizningki aktiv siyosiy kuzatuvchilarimizdan Osiyo Uyg'ur xonim bilan Amerika Xitoy so'z surkilishi va Uyg'urlar masalasi, jazo lagerlari masalasi va Xitoyninki yangi Ipak yo'li strategik plani qatorliq mazmunlarni cho'diga asosda suhbat olib, shuning bilan bu qatimqi naq maydon suhbatimiz mishada oxirlashdi. Keta qatimliq programmamizni ko'rishishga omon bilan xayr xo'sh.